Biz patlar bunaqa sahna pahna bo'lmasdi. Bobojon, hozir zamon talabi shu. Bori, bilganing qil. Xo'p, bu sahna o'zi kerakmi? Bu sahna nima kerak? Yana sahnaga alohida to'lov qilamizmi? Sahna nima kerak? Degan savollar ko'p bo'ladi. Endi aynan bu o'sha yoshi kattaroq otaxon, onaxonlarimiz tomonidan ko'p beriladigan savol bizga. O'zi bu sahnani asl mohiyati nima? Nima uchun qilinadi? Bizga o'zi bu rostlakamligi kerakmi, kerak emasmi degan savolga hozir biz javob beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, bu sahnamiz o'sha agar eslaringda bo'lsa, karantin vaqtlaridagi to'ylarda bir ortga nazar solib eslaydigan bo'lsak, hovlida bo'ladigan to'yda oladigan bo'lsak, kelin-kuyov, artist, mehmonlar hammalari bir xil o'sha yerni o'zida o'sha kichkinagina stullarda biz sahnaga o'tgan to'ylar ko'p bo'ldi. U narsani yaqin-yaqingacha bo'ldi, eslaymiz. Keyin-ku alohida mana bunday shohona, chiroyli qilingan sahnalar tagida o'tirganda bizga atmosfera boshqa. Xo'p, o'sha boyaginday ikkita stulcha oldiga o'sha stolni o'zida o'tirgandagi holatni o'zi bu boshqacha. Mana bu holat menimcha hammaga ham yoqadi. Sahna bo'lsa, boyaginday keyin-ku hayotida bir marta bo'ladigan baxtli kunida juda ham chiroyli holatda bir chiroyli atmosfera yaratib beramiz. Sahna kerakmi? Buni o'zi asl mohiyati nima deydigan bo'lsak, albatta sahna kerak. Sababi xud boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, boshqa bo'lsin, hamma ham to'y bir marta to'y bo'ladi va o'sha to'yni eng go'zal holatda o'tishligini hammamiz ham bu narsani chin-chin qalbimizdan xohlaymiz. Sababi insonning fitratida shunaqa narsa borki, to'yim eng chiroyli to'y bo'ladi. Demak, bizga mana bunday go'zal sahnalar albatta kerak.